Shuning uchun Alloh taolo jannatni Darussalam dedi. Vallohu yad'u ila darissalam. Alloh salomatlik diyoriga chaqiradi. Salomatlik diyori. Nimaga salomatlik diyori? Chunki jannatda mana shu hozir biz aytgan kamchiliklar yo'q. Jannatda inson kasal bo'lmaydi. Jannatda hech qayeri og'rimaydi. Jannatda qiyinchilik yo'q, azob yo'q. Hatto stress, g'azablanish yo'q, olib qo'yiladi. Jannatda qalb kasalliklari yo'q, tana kasalliklari yo'q. Jannatda inson qarimaydi, yuzlariga ajin tushmaydi. Doim yosh, chiroyli, quvvatli. Jannatda o'lim yo'q. Mana bu dunyodagi eng katta rohatlarni kesuvchi bo'lgan narsa o'lim. Har qanaqa lazzat, rohatlarni o'lim kesadimi? Bu dunyo salomat emas degani. Qanday qilib unga muhabbat qo'yish mumkin? Alloh taolo shuning uchun ham bu dunyoni shunday qildi. Toki inson bu dunyoga muhabbat qo'ymasin. Toki inson shu dunyo bilan mashg'ul bo'lib qolmasin. Bu dunyoda abadiy qoladigandek yashamasin. Toki bu dunyoda hafsalasi bir bo'lsin. Oxiratga intilsin. Darussalamga, salomatlik diyoriga intilsin. Alloh bilan ko'rishishga shavq